Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan CSB va BSB tahlillari va diagramma tahlil tuzishni o'rganib olamiz. Xo'p, hozirgi kunda bizdan talab qilishyapti, xuddi mana shu ko'rinishda har bitta topshiriqni bilish, qo'llash, mulohazaga ajratgan holda har bir sinf kesimida fanlarni CSB va BSB tahlillarini so'rashmoqda. Xo'p, birinchi ko'rinish mana shunaqa ko'rinishda, ya'ni bilish, qo'llash, mulohazaga ajratib savollarni foizini chiqarish. Mana misol uchun hozir bu ko'rinishga qaraydigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi topshiriq bilish berilgan. Bilishni o'rtacha har bitta o'quvchi necha ball olgan bo'lsa, o'shani foizini ko'rsatib beradi. Mana bu 3-4 topshiriqdagi ko'rinib turibdiki, qo'llash, 5-topshiriq esa mulohazaga ajratilgan va har bitta o'quvchi uchun bilish, qo'llash, mulohaza foizlari chiqazib berilgan fan uchun. Birinchi ko'rinish xuddi shu tartibda. Bu uni asosan CSB topshiriqlarida shunday bilish, qo'llash, mulohazaga ajratib qilishni talab qilishmoqda. Xo'p, ikkinchi ko'rinish esa bu asosan BSBlarda ishlatiladi. Xuddi mana shunaqa ko'rinish. Bu yoqda hech qanaqa bilish, qo'llashga ajratilmaydi. Har bitta topshiriqqa tegishli bo'lgan ballar kiritiladi va har bitta topshiriqdan o'quvchilar necha ball olgan va ularning har bitta savol bo'yicha o'rtacha protsenti va jami ball bo'yicha o'rtacha protsenti xuddi shu ko'rinishda so'rashmoqda. Endi bu yoqda hozir hammasi 100% bo'lib qolgan. Boshqacha ko'rinishni ham video davomida o'rgatib ketaman. Uchinchi ko'rinish esa sinflar kesimida har bitta misol uchun 5-sinf oladigan bo'lsak, har bitta 5A, 5B 5-sinfga taalluqli bo'lgan o'sha har bitta sinfni diagrammaviy tahlili so'ralmoqda. Bugun sizlar bilan 3 xil turdagi ko'rinishdagi analizlarni, ya'ni tahlillarni o'rganib chiqamiz. Hop, birinchi ko'rinish, ushbu ko'rinishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga ozgina Excelda ishlashni tushunish, Excelda ishlashni bilishimiz kerak bo'ladi va undan keyin mani guruhim bor Telegramda. O'sha guruhga tashlab qo'yaman. CSB, BSB va diagramma shablon bor. Bular Excel ko'rinishida. Undan keyin kerak bo'ladi bizga kundalik.com. Xo'p, mana Telegram kanalimni, guruhimni oxirida, video oxirida ko'rsatib o'taman va videoni tagiga ham tashlab qo'yaman guruhim linkini. Birinchi CSBni yasab olishni o'rganamiz. Xo'p, CSB shablon bo'yicha mana hozir 15 ta savolga mo'ljallangan 37 ta o'quvchi uchun mo'ljallangan CSB shablon ishlab chiqqanman. Bu jami 40 ballik. Xo'p, so'rashinglar mumkin bu yoqda familiyani o'zgartirib, keyin fanni o'zgartirib, boshqa bu yoqda tumanlarni ham o'zgartirish imkoniyati bormi, ballarni o'zgartirish imkoniyati bormi, o'quvchilar ro'yxatini kamaytirsa bo'ladimi? Bor. Hozir batafsil bittalab hammasini tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, birinchisi bizlarda muammo bo'ladigan narsa o'quvchilar ro'yxati. O'quvchilar ro'yxati bu CSB shablonimda 37 taga mo'ljallangan. Muammo yo'q. Bu yerda birinchi bo'lib kundalik.comdan yasamoqchi bo'lgan o'sha BSB'miz yoki CSB'miz choragiga o'tamiz. Mana guruh o'sha men hozir informatika bo'yicha CSB kelinglar, mana BSBni ko'rib chiqamiz. 25 ballik, bu yerda 40 ballik-ku bu jadvalimda. 25 ballik uchun hozir yasab chiqamiz. Xo'p, bizga hozir birinchi bo'lib kundalik.comdan ro'yxat kerak bo'ladi. Kundalik.comdagi ro'yxatni olish uchun mana bu yoqda o'ng tarafda Excelga eksport qilishni bosib, jurnalni eksport qilish, ikkinchi chorakni eksport qilishni bosamiz va yuklangan Excel jadvalni yuklab olamiz, ochib olamiz. Va o'quvchilarni bundoq chap tugmani bosib turib, o'rtasiga olib kelganimizda oq plyus chiqadi. Shu chiqqan zahoti mana bu yerda qora plyus emas, o'rtaga olib borsak mana oq plyus chiqadi. Shuni chiqqan zahoti chap tugmasini bosib pastga tushirib belgilab olamiz va Ctrl C tugmasini yoki bo'lmasa o'ng tugmani bosib, kopirovati bosib
TSB shablonimga o'tamiz va birinchi mana bu kattaga qo'yib olamiz, ya'ni B5 kattaga. Undan so'ng o'ng tugmani bosib xohlasak vставить bossak ham bo'ladi, xohlasak Ctrl V ni. Bu yerda FX bo'yicha mana bu bo'yicha stavkani tavsiya qilaman, shunda aniqroq ko'chadi. Mana 16 ta o'quvchimni ko'chirdim. Yoki siz Ctrl V ni bosib ham ko'chirsangiz bo'ladi, farqi yo'q. O'sha Ctrl V ni bosganingizda xuddi shunaqa ko'chadi. Siz mana bu Ctrl ni bosasiz va FX bo'yicha ko'chirishni tanlab olasiz. Undan keyin katakka mana sig'mayapti o'quvchilar. Bunaqa sig'may qolsa, mana bu ikkita katakni tepasidagi o'rtasiga olib borib turib, chap tugmani 2 marta bosamiz yoki chap tugmani bosib turib cho'zib olamiz. Mana yetarlicha cho'zildi. O'quvchilar ismi, familiyasi to'liq ko'rinib turibdi. Xo'p, endi bizlarda ortiqcha mana bu yoqda kataklar paydo bo'lib qoldi. Buni yo'qotsak, formulalar o'zgarib ketmaydi. Bularni o'chirib tashlaymiz. O'chirish uchun mana bu yerga olib kelamiz. Mana bu 21-qatorimizga buni qo'yib bitta bossak, chap tugma bilan o'sha qator belgilanadi. Chap tugmani bosib turib qo'yolmasdan shundoq pastga tortsak, hammasi tortiladi. Undan so'ng o'ng tugmani bosamiz, qo'yib yuborib, chap tugmani qo'yib yuboramiz va o'ng tugmani bosamiz. Virezat bor, virezat udalitni bosamiz. O'sha kataklar mana o'chib ketdi. Siz endi o'zingizga kerakli joyini bunaqa qilib qirqib o'chirib tashlaysiz. Bu formulalar o'zgarib ketmaydi. Hech qanaqa xavotirga o'rinli joyi yo'q. Ya'ni o'rtacha ballarni aynan shu qo'yilgan o'quvchilar soni bo'yicha tahlil qiladi. Xo'p, endi har bitta o'quvchiga tegishli bo'lgan ballarni qo'yib chiqamiz. Hozirgi yuklangan Excel jadvalimga qaytaman. Men BSB ni ko'rsatib o'tmoqchiman. Misol uchun 16-dekabrda olgan BSB 2 ni ballarini shundoq kopirovать qilib olaman, ya'ni belgilab olaman har bitta o'quvchiga mos ravishda va Ctrl S ni bossam ham bo'ladi yoki bo'lmasa men o'ng tugmani bosib turib kopirovать bosaman va bu jadvalimga qaytib yana shu katakka qo'yib Ctrl V ni bossam ham bo'ladi yoki vstav o'ng tugmani bosib turib mana shu katakni o'rtasiga olib boramiz, oq plyusda chiqadi. O'ng tugmani bosib turib FX mana shuni bossak ballar qo'yiladi. Ballar qo'yildi. Endi bizda jam balimiz 40 ball emas. Bu yoqda ko'rinib turibdi, jam ball 25 ball. Demak, buni 25 ga o'zgartiramiz. Mana 25 ga o'zgardi. Mana bu holatda panjara belgisi chiqdi, ya'ni katakka sig'madi bu yerda. Katakka sig'masa, mana tepaga olib borib, shuni chap tugmani bosib turib cho'zib olsak, mana o'z holiga keldi. Mana bu yerda ham mana bu katakka sig'magan evaziga panjara chiqib qoldi. Bundoq cho'zamiz. Xo'p, endi savollar 15 ta bo'lmasligi mumkin, deyishinglar mumkin. Xo'p, misol uchun 5 ta savolni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, 15 ta emas, 5 ta bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 15 ta emas, 5 ta bo'ladigan bo'lsa, chap tugmani bosib turib, bundoq belgilab olamiz va 5 ta qoldirishim kerak. Men bundoq turib belgilab olaman. Belgilagandan keyin qo'yib yuboraman va shu yerga olib kelib o'ng tugmani bosib, udalitni bossam, shu kataklar o'chib ketadi. Xo'p, formulalarga ta'sir qilmaydi ustozlar. Faqat mana bu bilish qo'llashdagi formulalarga ta'siri bor. Unda nima qilamiz? Qaysi savol bilishligini bilib olamiz. Misol uchun, kelinglar, birinchi savolimiz bilish bo'lsin. Qolgan mana bu ikkalasi qo'llash bo'lsin. Mana buni mulohaza qilaylik. Mulohaza bo'lsa, endi rangini belgilab olib, rangini o'zgartiramiz. Hop, shu rangga mosmi? Taxminan mana shu rangmi? Yo'q, mana bu rangga o'xshash ekan, ha. Hop, shu rangni qo'yib oldim. Endi buni mulohaza qilaman. Qo'llashni ustiga katakka qo'yaman-da. Tepadan qo'llashni o'chirib, mulohaza deb bildirib qo'yaman. Mulohaza. Hop, enter bosaman, pastga tushib olaman. Mana kelinglar, mana shu misolda ko'ramiz. Siz shu tartibda boshqasiga o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Misol uchun, buni qo'llash qilish mumkin ikkinchi savolni yoki 5-savol qo'llash bo'lishi mumkin. Buni ahamiyati yo'q. Bu yerda formula kiritishda o'rgatib ketaman uni. Hop, birinchi bo'lib endi bilishlarimiz hozir o'zgarib ketdi. Bilish formulasini yo'q, o'zgarmabdi. Bilish agar mana bilishni noldan o'rgataman, qanday qilib formula qo'yishni hozir bitta o'quvchi uchun qo'yib olamiz.
Xo'p, bitta bilish uchun hozir formula tuzib olamiz. Buning uchun birinchi o'quvchiga mos, o'sha bilishga mos katakka qo'yib olamiz. Barobarni bosamiz va qavs ochamiz. Birinchi necha ball olgani plus ikkinchi savoldagi bilish plus uchinchi savoldagi plus qavs yopamiz. Bo'lish belgisini qo'yamiz. Mana bo'lish belgisi. Xo'p, undan keyin bo'lamiz. Mana u maksimal balliga, misol uchun hozir bunda maksimal 6 ball. 6 ni qo'yaman, enter bosaman-da, shunday bosgandan keyin bunaqroq qilsam yaxshiroq ko'rinadi sizlarga. Xo'p, buni qo'yib oldim. O'ng tugmani bu yerga tugmani olib kelsam qora plyusga chiqadi. Undan so'ng nok tortaman. Hammasi uchun qo'llanadi. Qo'llashda tushuntira qolay. Qo'llashda tushuntiraman. Barobar tugmasini bosaman. Demak, mana bu katakda qo'llash bor. Menga yetarli. Qavs ochishim shart emas. Bo'laman maksimal ball 2-4 ball qo'llashda. 2-4 ball. Endi hozir 2-4 ball emas. Bu yoq 2-6 dedik. Chunki jami 25 ga mos kelish kerak. Kelinglar, mulohazani 15 deymiz. 6 ga 15 21. Buni 4 ball deylik. Misol tariqasida tushuntiryapman. Mana bu birinchi o'quvchi uchun birinchi savoldagi qo'llashga qo'yib olaman. Birinchi o'quvchi uchun qo'llash tuzib olaman. Bu katakni belgilayman, bo'laman, maksimal o'sha qo'llashim endi 4 ball bo'lib qoldi. Bosaman, mana foiz chiqadi. Yana shu katakka qaytaman, burchaga olib boraman, qora plyusga chiqadi, pastga tortaman. Xo'p, tortib oldim. Mana hammasi uchun qo'llaniladi o'sha formula har bir qator bo'yicha. Endi mulohazani ham tuzaman. Barobar ushbu katak, e'tibor bering. Mulohazaga mos katak bo'laman, maksimal ball 15 deb yozaman. Enter bosaman va shu katakka qaytib qora plyuschaga kelaman, nok tortib olaman. Mana formulam tayyor. Qo'shganimda hozir 6 4 10 15 25 ball bo'ldi. Xo'p, ana endi bizlarda ball terish bor. Ballni terib chiqqanda har doim mana bu jami balldan, mana bu yerda bilinib turgan jami balldan past bo'lishi kerak. Misol uchun bunga 2 qo'ya olaman, maksimal 1 qo'ysam bo'ladi. Bunga 0 qo'ysam bo'ladi, misol uchun bunga 3 qo'ysam bo'ladi. Bunga 12 misol tariqasida shu tariqa ketadi. Hozir qo'shganimda 20 chiqadi, 12 ga 3 15 18 chiqar ekan. Demak, men bunga 4, bunga 2 bersam to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mana shundoq tarzda ballarni terib chiqaverasiz. Xo'p, bizda uchraydigan yana bitta muammo, mana panjara belgisi chiqdi. Nok tortib yana joyiga qo'ysam bo'ladi. Ya'ni katakka sig'may qolgan. Mana bu yerda ham. Mana bu foizlar past, chunki hali hammasi to'ldirilmagan, o'sha hisobiga foizlar past. Xo'p, keyingi o'zgartiradigan narsam yozuvni o'zgartirishni o'rgatmayapman deyishingiz mumkin. Olib kelamiz yozuv ustiga mana miskani 2 marta chap tugmani birdaniga bosishimiz kerak. Mana. Va shu tariqa o'zgartirishimiz mumkin. Mana misol uchun Ne'matov Asilbek. Sinf misol uchun bu 7-B edi. 7-B. Informatika fanidan nok qilib belgilab turib chiroqday bo'ladi. Informatika fanidan birinchi BSB endi. Yo, ikkinchi BSB. Shu tariqa o'zgartirsak bo'ladi. Tumanni ham boshqa tumanga misol uchun Yunusobod. Shu tariqa o'zgarib ketirilaveradi. Xo'p, bu mana bu CSV shablonni tuzib olish edi. Kundalik ko'mdan foydalandik. Endi BSB shablon mana bu tarzda buni BSB shablonni mana bunaqa tarzda tuzib oldim. Bu ham 37 ta uchun mo'ljallangan, 5 ta savolga mo'ljallangan, 50 ballikka mo'ljallangan. Buni albatta hozir o'rgatganimdek o'zgartirib yana o'zingizlar uchun moslashtirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sizlar aytishinglar mumkin, bu yerda 5 ta savol-ku, qanday qo'shamiz desangizlar. Xo'p, 6 ta savol, ya'ni bitta savol qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu katakka olib kelamiz. O'ng tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin vstavit bossak, yoniga bitta qo'shib beradi. Endi bu yoqqa o'zimiz yozamiz. 5-savol. Bu bilish qo'llashga ajratilmagan, e'tibor beramiz.
5-savol. Endi buni 6 qilib qo'yamiz. Kattaroq qiling. 6 qilib qo'yamiz. Hop, buni 6-savol qilamiz. Undan keyin ballar 50 ball bo'lishi uchun hozir bu 50 ball bo'lib ketdi. Buni 5, buni 5 qilsam bo'ladi. Va xo'p, jami ballar endi bu yoqda formulasini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi, chunki bu hozir 5 ta uchun hisoblab beradi. Endi bizga summa C5J5 emas, endi summa ana bu kattaga qaraymiz, mana bu ustunga H5 deb yozishimizga to'g'ri keladi. H5. Mana endi 6 ta savol uchun belgilanadi. Agar 7 ta, 8 ta, ya'ni ko'proq kerak bo'lsa, o'sha tepadagi harfiga qarab, yoniga 5 qo'yib enter bossak, mana endi mana shu o'quvchi uchun, birinchi o'quvchi uchun jamini hisoblab beradi. Endi hammasi uchun qo'llash uchun mamnoq hozir o'rgatganimdek kattaga qo'yib olamiz. O'ng tugmachani bosib, qora plyusga chiqadi. Kattaga qo'yganimizda qora plyuskani ushlab turib, ya'ni chap tugmani bosib turib, pastgacha bundoq cho'zib olamiz. Endi bu formula hammasi uchun ishlaydi. Xo'p, bu yoqdagi formula qolib ketdi. Endi yangi qo'shgan qatorimiz uchun oxirdagi, ya'ni ushbu savol uchun o'rtacha ball o'quvchilarda necha ball bo'ldi desa, mana bu kattaga qo'yib olib, noq mana buni tortib qo'yamiz. Buni ham hisoblaydi. Xo'p, ana endi o'quvchi qo'yish ham boya TSB tahlilni o'rgatganimdek bo'ladi. Bu 100% ishlaydi. Ana endi bu yoqqa kelinglar. Misol uchun birinchi Abdullayev. Xo'p. Abdulla. Ball berib chiqamiz. Endi kamroq kichikroq bo'ladi. 6, 7, misol uchun 10, 8, hop, 10, 4 bo'lsin. Ishlab ketaveradi. Hop, mana bu jam ustunimiz ishlamadi. Yana qaytadan o'rgataman. Bunga qo'yib olish uchun barobar belgisini yozamiz. Ruschaga o'tkazib olamiz tilni. Summa CU deb yozsak, sum chiqib keladi. Sum 2 marta bossak, bundoq kattagini belgilab olsak ham bo'ladi. Mana C5, H5 xolasa qo'lda yozsak ham bo'ladi. Inglizchaga o'tkazib olib, C5 kattakdan to H5 kattakgacha yig'indini hisoblab berish kerak. Enter bosaman. Mana 40 ball hisobladi. Endi shu kattakka qo'yib olib, tortaman. Hammasini hisoblab beradi. Bironta son yozib ko'raman. 4, 5, 6 mana avtomatik ishlayapti. Bu yoqda har bitta savol uchun o'rtacha ballda ham ishlayapti. O'quvchi sonini kamaytirish uchun hozir aytganimdek bundoq chap tugmani bosib turib, qo'yib olib, keyin o'ng tugmani bosib, udalishni bossa kamayib ketaveradi. Hech qanaqa formulaga ta'siri yo'q. Foizlar nimaga past chiqyapti desangiz, chunki hali bularni to'ldirmadim. Misol uchun hozir qo'yib ketsam, oshib ketaveradi. Misol uchun 10, 5 misol uchun mana qo'shilib ketaveradi. Muammo yo'q. Bu ismlarni ham o'zgartirishni TSBda tahlilda o'rgatdim. Xuddi bu ko'rinishni ham shu tartibda o'zgartirib ishlash mumkin. Xo'p, endi esa diagramma tahliliga o'tamiz. Diagramma shablon fayl guruhimda bor, bu ham hammasini guruhga tashlab qo'yaman. Xo'p, mana diagramma tahlil ushbu ko'rinishda men 7 ta sinf uchun yasab qo'yganman. Sinflarni o'zgartirsangiz bo'ladi o'zingiz, bu yoqning nomlarini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yoqda o'quvchilar bilimidagi bo'shliqlar va muammosida ishlashni o'zingiz yozasiz. Muammo yo'q bundan. Umumiy ballni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Sizdan faqat o'zgartirib chiqish qoladi xolos. Misol uchun sinfingiz kamroq bo'lsa, bundoq belgilab turib, o'ng tugmani bosib, udalishni bossa, o'chib ketadi mana. Xo'p, o'chib ketdi. Endi mana 4 ta sinf uchun qoldi. 3 tasini o'chirganim uchun. Sonlar o'zgartirgan zahotim o'zi o'zgarib ketaveradi. Misol uchun 50 qilsam, 20 qilsam, mana ko'rganingizdek diagramma avtomatik o'zgarib ketadi. Bu diagrammani Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Kanalga obuna bo'ling, sahifalarimizni kuzatib boring. Telegram guruhimizga ulanib qo'ying. Mana shu guruhda yangiliklar bo'lsa aytib boraman. Qo'shimcha yana qanaqadir yasashni sizdan talab qilishayotgan bo'lsa, agar bizga o'sha shablonni yoki rasmini tashlab bersangiz, o'sha ko'rinishda butun maktab yoki o'zingiz uchun yasab beramiz. Aynan shu ko'rinishdagilarni ham, mana bu ko'rinishdagilarni ham
yasab beramiz, ya'ni zakazlar olamiz. Agar qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bemalol so'rashingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Xo'p, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, boshqa bir pedagoglar ham ko'rish uchun, hammaga tarqalish uchun. Rahmat.